Asakada Eskanjon ko'chadan sizlarga 8 sotiklik gazlari bor joydan uy topib qo'ydim. Hozir ichlarini ko'ramiz. Narxini oxirida aytib o'taman. Bungacha siz like bosib, yaqiningizga yuborib qo'yinglar. Juda ham zo'r joyda ekan, yo'lni bo'yiga yaqin. Bu o'ng qo'ldagi uy bo'ladi. Hozir ichlarini ko'ramiz. Xonadonimiz ichiga kirganda ochiq ayvoni bor va 8 xonadan iborat. Uyda gaz, suv, svetlikdan umuman muammo yo'q ekan. Kelganingizda o'zingizlar ko'rib olasizlar. Bu yerda ikkita xona, bu yerda yana bitta. Bu tomonda yana ikkita xona bor ekan va qo'shimcha bu yerda xonalari bor. Bu devorda orqasida yana eksotikcha joy bor. Kim qiziqadigan bo'lsa kelganingizda o'zingizlar ichlarini ko'rib olasizlar. Bu joylarda qo'ni-qo'shnilar ham juda zo'r insonlar. Bu orqa tomonga o'tgandagi mana orqa tomondagi hojatxona qismi o'zi yangi qurilishlar qilib hojatxonalarni bu yoqqa ko'chirayotgan ekan. Sotadigan bo'lib qolishibdi. Ushbu xonadonimizga bundan oldingi realtorlar tomonidan 87 ming narx qo'yilgan ekan. Yo'q, men unaqa narxga qo'yib bera olmayman deb, mana hozirda narxlarini tushirib 70 mingga tushirdik. Yana o'zingizlar kelib, uyni holatini ko'rib kelishsanglar bo'ladi. Ushbu xonadonimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiryapman. To'g'ridan to'g'ri hech qanday makler xizmatlarisiz, uy purishlaringiz egasini o'ziga telefon qilishingiz mumkin. Hech kimga bir so'm pul bermaysiz, shu ham hamma uy olayotgan odamga.